9 iyul Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Moliya ministrligi birdek Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan bostirishlarda asosli rol olgan 4 nafar Xitoy amaldoriga Magnitsky qonuni bo'yicha jazo yurgizish qarori e'lon qildi. Bu vaqtdagi qarorda yuqorqi 4 nafar Xitoy amaldori va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kirishining cheklanganligi bildirilgan. Amerikaning Uyg'ur elidagi qabih bostirishlarda javobgarligi bor bu amaldorlarni Magnitsky qonuni bo'yicha jazolashi Amerika bilan Xitoy orasidagi iqtisodiy va xavfsizlik jihatlaridagi ixtiloflar kun sayin kuchayib, Amerikaning Xitoy hukumati haqidagi tonishi va siyosati tubdan o'zgarayotgan mazgilda yo'l qo'yildi. Bu ham Amerikaning Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini tunji qitim rasmiy yo'sinda jazolashi edi. Darvaqa 9-yo'ldagi Amerikaning bu kuchli harakatidan keyin Xitoy hukumati o'zining yer shari vaqt kezdi va Xitoy yer shari televiziya to'ri qatorliq taratqularda Xitoy-Amerika munosabati ikki davlat orasida munosabat o'rnatilgandan buyanqi eng ig'ir xirisga duch kelmoqda mavzuliq maqola e'lon qilib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining so'zlari orqali Xitoy hukumatining o'zini oqlashi va Amerika-Xitoy munosabatini asliga keltirishga bo'lgan umidlari ham Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ilgirki 40 yillik hamkorlik munosabatiga bo'lgan sig'inishlarni o'tirib qo'ygan. Xitoy hukumati Wang Yining bayonlari orqali Amerikaning Xitoyga ikkinchi fursat berishini umid qilib, yumshagan ifodasini ko'rsatgan. Wang Yining bu so'zlari Xitoyning Amerikaning qo'llangan Magnitsky qonuni tadbiriga qarata sipoyi o'tnishidek tuyg'u bergan. Wang Yi mundaq degan: Xitoycha taraqqiyot yo'lining muvaffaqiyati G'arbga tahdid soladi degan qarash to'g'ri emas. Biz buningga qo'shilmaymiz. Biz chet el endisini ko'chirmaymiz. Xitoy endisini eksport qilmaymiz va boshqa davlatlarni Xitoy qilganini qilishga zo'rlamaymiz. U yana mundaq degan: Xitoy Amerikaning o'rnini olmaydi va ololmaydi. Wang Yining yuqorqi yumshoq bayonotining aksicha shu kuni Beijingdagi muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning so'zlari Xitoy hukumatining bu jazo tadbiriga bo'lgan qattiq qarshiligini ifoda qilgan. Zhao Lijian mundaq bayonot bergan: Amerika Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarning huquqiga daxl tarz qildi degan xato ko'z qarashi bo'yicha Xitoy amaldorlariga jazo qo'llanamiz degan xato qarorni tizdan tonishi kerak. Xitoy taraf shuni uqtirib qo'ymoqchiki, agar Amerika buni yig'ishtirmay davomli shunday qilsa, Xitoy taraf kuchli yo'sinda qarshilikka o'tadi. That interfere with China's internal affairs and damage China's interests. China will fight back resolutely if the US continues to do so.